Hop, dishlamator bilan o'sha oddiy PP filtrlarni hozir farqini tushuntirib beraman sizga. Hop, PP filtr nimani ushlaydi? Mana ko'rib turibsiz, loy, qum, zang bo'laklarni ushlab qoladi u. Ya'ni yirik narsalarni. Bular mexanik kirlar asosan. Bular nakib bo'lib, tosh bo'lib qotib qoladigan narsa emas. Bular o'sha nakib tenga yopishadi. Bu loylar bo'lsa, faqat turbalarga yopishi mumkin. Mana ko'rib turibsiz, darslik qilganman kichkinagina. Hop, xullas nakib, mana nakib suvda ko'rinmaydigan tuzlar, magniy, kalsiy ionlar. Bularni PP filtrlar hayotda usha olmaydi, chunki suvning ichida erib turgan narsa qachonki suv qiziganda 50, 60, 70 gradus bo'lganda bu ionlar kristallashib, ajralishni boshlaydi. Masalan, yozib qo'ygan, bu ionlar qum emas, loy emas, ko'zga ko'rinadigan narsa emasdi bular. Umuman ko'zga ko'rinmaydi. Hop, suvning ichidagi zarralar, suv tarkibidagi mexanik kirlarni ushlaydi. O'sha PP filtr ushlash mumkin bo'lgan narsalar suvdagi mexanik kirlar, loy, qum, zang, metal bo'laklarni ushlab qoladi. Va ertalang kimyoviy o'sha kalsiy, magniy, gidroksidlar faqatgina suv qiziganda hosil bo'ladi. Kalsiy, magniy qaysi haroratda eriydi? Mana kalsiy, magniylar 55-60 da eriydi va bular tenga yopishib qoladi agarda siz o'sha dishlamator qo'ymagan bo'lsangiz. Bu jarayonni termik parchalanish deyiladi. Hozir sizga bu jarayonni videoda qisqacha ko'rsataman. Mana bu dishlamator mana. Bu holatda mana o'sha suv qiziganda erigan, parchalangan mayda zarralar, o'sha kristall bo'lib qotgan zarralar dishlamatorda yopishib devorlarda qoldiqlari qolyapti. Va bundan keyin yopishgan narsalarni pastdan o'zini slivnoy krani bor. Shu slivnoy krani orqali o'sha dishlamator bitta ochib yuboriladi va buni hisobiga o'sha sistemadagi nakiblar yoki bo'lmasa tellarda qotib qoladigan yoki teplabmenlikda yig'iladigan narsalar vujudga kelmaydi. Mana hozir ko'rsataman mana. Shuni ochib yuborasiz, musullarni to'kib yuboradi. Mana bu keyingi videoda hozir mana bu jarayonlar qanaqa yuradi, sistemada yurishi mana. Sistemada jarayon mana. O'sha radiatorlarda o'sha narsalar yig'ilib terlar cho'kma hosil qiladi. Yoki bo'lmasam sistemada kollektorlarga yig'iladi. Har bir kollektor bilsangiz, termogalovkaning ichida kichkina kranlar bor, ularda ham yig'ilib qoladi va yaxshi ishlamasligiga sabab bo'ladi bu narsalar. Ko'rib turganingizdek, mana bu sistemadagi nasoslarga ham yig'iladi shu narsa. Nasosning ichidagi bilsangiz, kirshitkasi yig'iladi yoki bo'lmasam o'sha ichidagi bular mokriy rotor bo'ladi, ichidan suv aylanadi. Shuni hisobiga har xil o'sha kalsiy, magniylar kristallashgani hisobiga mana shuni ichiga yopishtirib nasos aylanishiga xalaqit beradi. Keyin kotelniy sistemada trubkalar yig'iladi. Ichidagi tepla obmenniki bor bilsangiz, tepla obmennik cho'kmalar hosil qiladi va o'shalar cho'kma bo'lib yopishib qotib qoladi va buni hisobiga issiqlik koeffitsiyenti ham tushib ketadi. Shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun shu dishlamatorlarni qo'yish tavsiya beramiz. Agarda shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarsanglar bo'laveradi. Savollar bo'yicha pastda yozib qoldiringlar. Sog' bo'lasizlar.